Hozir bizlarga prezident tomonidan 30 yilga bu yil yoshlarga yer ajratib bergani uchun qovun tarvuz ekib, hozir sotuvga chiqarib, bemalol sotib foydalanib yaxshi daromad qilyapmiz. Avvallari chet elga ketib 2-3 yil, 4 yildan ziyodroq ishlab kelib, hozir mana shu yerda yurib foydalanib yuribmiz. Yaqin joydan berdi, yerda foydalanishga bemalol borib kelishimizga qulay hammasi. Mehnati juda oson bo'lmadi. Bunga oilaviy yordam kuch-quvvati bilan shunday darajaga yetkazdik. Uydagilar ham katta yordam qildi buni. Gurbaklarning kilosini 3 ming, 2,5 ming so'mdan, tarvuzlarni 1000 so'mdan sotib turibmiz hozirgi paytda. Bozorga traktor tutib, taksi tutib olib bormasdan hozir sotuvga yo'lga otizning burchagiga chiqarib sotib turibmiz o'zlarimiz. Hech qayerga olib bormasdan shu yerdan yaqin joydan chiqarib. Mahallamizning odamlari to'g'ridan-to'g'ri mana bu talaga kelib, o'zlari xohlaganidan olib ketib iste'mol qilishyapti. Shu yerni berganiga kattakon rahmat. Hammaga yaxshi bo'ldi. Yaqin joydan bergani.